Shuning uchun men so'rayman, Yahudiylar yo'q bo'lish uchun qoqindilarmi? Aslo. Ammo ularning rashki qo'zg'alsin deb, ularning gunohkorligi tufayli boshqa xalqlarga najot keldi. Agar Yahudiylarning gunoh qilib barbod bo'lganligi barcha dunyo xalqlariga qut baraka keltirgan bo'lsa, ularning kamol topishi naqadar ko'proq qut baraka keltiradi. Endi dunyo xalqlaridan bo'lgan sizlarga xitob qilaman. Men g'ayri yahudiylarning havoriysi bo'lib, bu xizmatimni faxrli deb bilaman. Agarda men o'z qon qardoshlarimning rashkini qo'zg'atib, ulardan qandaydir ba'zilarini qutqarib olsam, agar ularning rad qilinishi dunyoning Xudo bilan yarashishiga imkon bergan bo'lsa, qabul bo'lishlari o'limdan hayotga qaytishdan boshqa nima bo'la oladi? Agar achitqi muqaddas bo'lsa, xamir ham muqaddasdir. Agar tomir muqaddas bo'lsa, novdalar ham muqaddasdir.